Ko'pchiligimiz vinir haqida eshitgan va ko'rgandirmiz. Bu o'zi aslida kimlar uchun va nima sababdan qo'yiladi? Biz bilgan va biz ko'rgan u oppoq tishlar qanday zararlar evaziga qo'yilyapti? Keling ushbu videoda bularga batafsil birma-bir to'xtalib o'tsak. Ijtimoiy tarmoqlardagi biz ko'rayotgan aktyor, aktrisa, boshlovchi va hokazolar bu tishlarni nima sababdan qo'ydirishyapti o'zi? Ularga nima sabab bo'lyaptiki, bu tishni tanlashyapti? Aslida vinir ham bir protez hisoblanadi. Agar siz vinir qo'ydirsammikin, yo'qmi deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, avval bu videoni ko'ring, ana undan keyin xulosa qilsangiz va mana shu zararlarga rozi bo'lsangiz, marhamat qo'ydirishingiz mumkin. Lekin bir narsani aytib o'tishim kerakki, bizga berilgan tish va boshqa organlar ham bu bizga omonat. Uni o'zimizning nafsimizga qarab, go'zallikni xohlashimizga qarab o'zgartirishimiz bu juda ham noto'g'ri. Men buni maslahat bermayman. Agarda juda ham ya'ni o'sha narsani vinilni qo'ymasa bo'lmaydigan holat bo'lsa, ana unda ko'rib chiqsa bo'ladi. Lekin inson nafs xohlab kulganda oppoqgina tishlarda ko'rish maqsadida bu ishni qilishi juda ham noto'g'ri. Bizga tishning go'zalligidan oldin uni vazifasi, ya'ni biz yeyotgan taomni to'liq chaynab bera olyaptimi, mustahkammi, bardoshlimi, o'zini vazifasini to'laqonli bajara olyaptimi? Mana shu jihati bizga muhim. Ya'ni uni go'zalligi keyingi darajada turadigan narsa hisoblanadi. Lekin yuqorida aytib o'tganimizdek, aktyor, boshlovchi kabi insonlar yoki xonanda mana bular odatda yuzi bilan, ya'ni chiroyi bilan ko'proq pul topishadi meni nazdimda. Shuning uchun ular bu amaliyotni zararlariga qarab o'tirmay darhol qildirishadi. Ya'ni uni zarari, uni ko'rib turgan foydasini oldida deyarli hech nima deb hisoblashadi. Shuning uchun ular bu narsaga shunday rozi bo'lishadi. Vinir qo'ydirish bizga estetik jihatdan go'zal ko'rinish, qiyshiq tishlarni bir tekisda to'g'rilab ko'rsatish. Mana shu foydasi bor xolos. Uni endi zararlari o'nlab zararlari bor. Ya'ni bu foyda uchun u zararlarni ehtimolga olish juda ham noto'g'ri narsa. Vinir qo'ydirmoqchi bo'lgan insonni oldinda qanday jarayonlar kutyapti? Birinchisi, vinir qo'ydirmoqchi bo'lgan insonda hamma tishlari bo'lishi kerak. Ya'ni bor tishni ustiga qo'yiladi vinir. Keyin o'sha bor sog'lom bo'lgan, tabiiy bo'lgan tishni kamida 40-50% charxlab yo'nib tashlanadi. Chunki u charxlanmasa ustiga qolipdek qilib qo'yib bo'lmaydi uni. Ya'ni juda ham xunuk chiqadi. Siz oldin rasmlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, ya'ni guruch donasidek holatlarga ham olib qo'yilishi mumkin. Ya'ni juda ham katta qismi yo'nib tashlanadi va hamma zarar aynan mana shu jarayondan keyin boshlanadi. Birinchi bo'lib sog'lom tishingizni yo'qotasiz. Ikkinchidan, qo'yganga yarasha hech kim bir donagina vinir qo'ymaydi. Bu yanada estetikani buzadi agar 2 ta vinir qo'yilinsa. Kamida 8 ta, 10 ta dona tishlarga vinir qo'yiladi. Bu sizga yanada ko'proq tishingizni yo'qotishingizni ta'minlab beradi va ko'proq xarajat qilishingizni sababchisi bo'ladi. Vinirlarni ham vaqt o'tib ranglari o'zgarishi mumkin. Ya'ni siz oppoqqina qilib vinir qo'ydirgansiz, lekin taxminan deylik 8 yil, 10 yil, 12 yildir rangi o'zgarib, yana sarg'ayib qolishi mumkin. Bu bilan siz yana uni yechtirib, yana boshqatdan qo'ydirasiz. Chunki siz shuncha bir zararlarni inobatga olib turib, tishlaringizni arralatib vinir qo'ydirgansiz. Bu sizga yana qo'shimcha xarajat, yana vaqt talab qiladi. To'rtinchidan, tishlaringizning muhofaza quvvati yo'qoladi. Yana bir minus tomoni, vinirlar juda ham nozik, juda ham sinishga moyil qoplamalar hisoblanadi. Yana bir sababi, tishning muhofaza quvvati olib tashlanganligi sabab issiq sovuqqa juda ham sezuvchan bo'lib, qattiq og'riq berishi mumkin. Chunki bu yerda vinirning ham bosimi bor. Shu sababdan juda ham tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada qattiq og'riq berishi mumkin. Sabablaridan biri va eng yomoni ham vinir qo'ydirgan insonda bo'ldi. Orqaga yo'l yo'q. Ya'ni vinirlarni yechsa, yo'nib tashlangan tishlar qaytib qolmaydi. Bitta qo'ydirgan inson bo'ldi. Umrining oxirigacha alishtirmoqchi bo'lsa, alishtirib qo'ydirib yuraveradi. Agar uni yechib tashlamasa, juda ham bir qo'rqinchli ahvolga kelib qoladi. Zararlardan 9-inchisi og'iz bo'shlig'ida doim yod moddani yurishi. Masalan, inson doimiy soat toqib yurmaydi-ku umri davomida. Bu ham qachonlardir o'rganib ketsangiz ham o'sha vaqtgacha og'zingizda yod modda xalaqit berib yurishi mumkin. U o'rnatilganda doim milkka yopishib turadi. Bu degani surunkali milk yallig'lanishi, gingivit, stomatit kabi kasalliklarni doimiy chaqirib turishi mumkin. Albatta, xulosa o'zingizdan. Men biror bir vinir qo'ydirmoqchi bo'lgan insonga ham, vinir qo'yib beradigan insonga ham hech qanday qarshiligim yo'q. Yuqorida sanab o'tgan zararlarim bular ehtimoliy zararlar hisoblanadi. Lekin hech qaysi stomatolog
Vinil qo'ydirganingizdan keyin bularda hech qaysisi bo'lmaydi deb hech kim sizga kafolat bermaydi. Agar vinil qo'ydirganingizdan keyin yuqorida sanab o'tgan zararlarimdan birortasi bo'lsa, menimcha qo'ydirgan vinilingiz sizga tatimasa kerak. Shuning uchun yaxshilab eshitib, tafakkur qilib, mulohaza qilib, o'zingizga xulosa qiling va bu videodan keyin paydo bo'lgan fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.